Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizga millionlab so'm pul yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotni yetkazmoqchiman. Gap shundaki, ko'pchilik bilmaydigan yoki e'tibordan chetda qoldiradigan qo'shimcha to'lovlar bor. Va eng achinarlisi shundaki, agar siz buning uchun ariza bermasangiz, bu pullarni umuman ola olmaysiz. To'g'ri eshitdingiz. Ariza sizning huquqingizdir, ammo arizasiz hech qanday pul yo'q. Bu nafaqat sizga, balki oila a'zolaringizga, farzandlaringizga, ota-onangizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdayoq videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizni keyingi daqiqalarda juda qimmatli ma'lumotlar kutmoqda. Bu ma'lumotlar sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Muammoning mohiyati. Avvallar qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo bu muammoning ildizlarini tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida odamlar davlat tomonidan beriladigan ayrim imtiyozlar va to'lovlar avtomatik tarzda. Ya'ni siz hech narsa qilmasangiz ham bank hisob raqamingizga kelib tushadi deb o'ylashga odatlangan edilar. Ba'zi hollarda bu haqiqat edi. Masalan, pensiya yoki maoshlar, nogironlik nafaqasining ma'lum turlari yoki bola tug'ilganda beriladigan bir martalik to'lovlar ba'zi hollarda shunday tartibda amalga oshirilardi. Ammo zamon o'zgarmoqda, tizimlar takomillashmoqda va eng muhimi, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam turlari ko'paymoqda. Hozirgi kunda aksariyat ijtimoiy to'lovlar, qo'shimcha nafaqalar va kompensatsiyalar maqsadli xarakterga ega. Bu degani, davlat shunchaki hamma birdek pul tarqatib o'tirmaydi. Balki o'z yordamini haqiqatdan ham unga muhtoj bo'lganlarga aniq mezonlar asosida shaffoflik va adolat tamoyillariga rioya qilgan holda yo'naltirishga intiladi. Bu esa har bir fuqarodan faollikni, o'z huquqlarini bilishni va ularni talab qilishni taqozo etadi. Sizning muhtojligingizni, ma'lum bir imtiyozga haqli ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar bilan tasdiqlashingiz kerak. Va buni tasdiqlashning yagona rasmiy yo'li bu ariza berishdir. Tizimdagi bu o'zgarishlar fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirishni, davlat xizmatlaridan foydalanishda faollik ko'rsatishni talab qiladi. Davlat sizning ahvolingizni har doim ham to'liq bila olmaydi. Masalan, sizning oilangizda kutilmaganda daromad manbai kamayganini, qimmatbaho davolanishga ehtiyoj tug'ilganini yoki yangi oila a'zosi paydo bo'lganini. Bu kabi ma'lumotlarni sizning o'zingiz rasmiy organlarga yetkazishingiz shart. Aks holda tizim bu ma'lumotlardan bexabar bo'ladi va sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha pul to'lovlari shunchaki sizga yetib bormaydi. Shuning uchun bugungi kunda har qanday imtiyoz, qo'shimcha to'lov yoki nafaqa olishda arizaning roli nafaqat muhim, balki hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Siz arizasiz xuddi mavjud bo'lmagan shaxs kabisiz. Garchi sizga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan pullar mavjud bo'lsa ham, asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas. Keling, konkret misollar orqali. Qanday qo'shimcha to'lovlar haqida gap ketayotganini va ular kimga berilishini tushuntirib beraman. Siz diqqat bilan eshiting va o'zingizning vaziyatingizga taqqoslab ko'ring. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning oilangizning umumiy daromadi har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan eng kam iste'mol xarajatlardan, hozirgi kunda bu miqdor doimiy ravishda yangilanib boradi. Masalan, taxminan 6-7 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Past bo'lsa, siz kam ta'minlangan oila hisoblanasiz va davlat yordamiga haqlisiz. Bu nafaqalar bolali oilalarga bolalar parvarishi uchun moddiy yordam ko'rinishida beriladi. Oldin bu nafaqalar asosan mahallalar orqali yig'ilardi. Hozir esa tizim ancha shaffoflashgan. Nima uchun ariza kerak? Davlat sizning moliyaviy ahvolingizni va oilangiz tarkibini doimiy ravishda kuzatib borishi qiyin. Sizning bank hisob raqamingizdagi harakatlar yoki maosh miqdori davlatga ma'lum bo'lishi mumkin, ammo qo'shimcha daromadlar, masalan, dehqonchilikdan, chorvachilikdan, norasmiy ishlardan yoki kutilmagan xarajatlar, kasallik, to'y, maraq haqida faqat sizning o'zingiz to'liq ma'lumot bera olasiz. Ariza sizning muhtojligingizni rasman e'lon qilishingiz uchun bir vositadir. Real hayotiy misol. Toshkent viloyatida yashovchi Otabek ismli 35 yoshli fuqaroni olaylik. Uning oilasida 4 kishi, o'zi, xotini va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Otabek qurilishda norasmiy ishlaydi. Oyiga o'rtacha 2-2 million so'm daromad topadi. Xotini uy bekasi. Oilaning har bir a'zosiga o'rtacha daromad 5-625 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu esa eng kam iste'mol xarajatlardan past.
Lekin Otabek bu haqda bilmaydi yoki bilgan taqdirda ham arizaning qanchalik muhimligini tushunmaydi. U baribir bermaydilar deb o'ylab arizasiz yuradi. Natijada har oyda o'ziga tegishli bo'lgan 325 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan moddiy yordamni oilaning tarkibiga va ta'minlanganlik darajasiga qarab ola olmaydi. Bir yilda bu 39 million so'mdan 12 million so'mgacha degani. Bu pul hatto bir yilda bir marotaba beriladigan maktabga tayyorlash nafaqasi, yangi kiyimlar olish yoki dori-darmon sotib olish uchun juda katta yordam bo'ladi. Agar Otabek oddiygina ariza bersa, uning oilasi har oy ushbu yordamni olishi mumkin edi. 2. Kommunal xizmatlar uchun subsidiya. Kim xavotir olish kerak? Nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar, urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Bu imtiyozlar asosan uy-joy kommunal xizmatlari, gaz, elektr, suv, issiqlik ta'minoti uchun to'lanadigan to'lovlarning bir qismini qoplashga yordam beradi. Nima uchun ariza kerak? Davlat har bir fuqaroning kommunal to'lovlari hisobotini yoki uning imtiyozga haqliligini avtomatik ravishda kuzatib borishi murakkab. Siz nogironlik bo'lgan shaxs bo'lishingiz mumkin. Ammo davlatning bu ma'lumotlari aynan kommunal soha bilan bog'liq tizimlarda avtomatik ravishda aks etmasligi mumkin. Shuningdek, uy-joy egaligi va unda ro'yxatda turgan shaxslar soni ham doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Real hayotiy misol. Farg'ona shahrida yolg'iz yashovchi 2 yoshli pensioner Gulnora Opa elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun oyiga taxminan 200-300 ming so'm to'laydi. Uning pensiyasi atiga 2 million so'm. Qonunchilikka ko'ra u kommunal to'lovlar uchun subsidiya olish huquqiga ega, chunki u nafaqaxo'r va uyida hech kim ro'yxatda turmaydi. Ammo u keksaligi tufayli yoki shunchaki buni o'zlari bilishadi deb o'ylab hech qanday ariza bermaydi. U har oy o'ziga tegishli bo'lgan kommunal xizmatlar narxining 50%gacha bo'lgan imtiyozdan taxminan 107 ming so'm mahrum bo'ladi. Yiliga bu 2 milliondan 2 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'idir. Bu pul uning dorilar yoki oziq-ovqat xarajatlarini qoplashga yordam berishi mumkin edi. Faqatgina ariza berish orqali ushbu imtiyozni faollashtirishi mumkin edi. Nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlash uchun nafaqa. Kim xavotir olishi kerak? 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bo'lgan bolalarni parvarish qilayotgan ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar. Bu nafaqa garchi bolaga nogironlik pensiyasi berilsa ham alohida tayinlanadi va ota-onaning ishlamasligi bolani parvarish qilish bilan band bo'lishini nazarda tutadi. Nima uchun ariza kerak? Bolaning nogironligi bo'lishi uning parvarishga ehtiyoj borligini anglatadi. Lekin bu nafaqani aynan kim parvarish qilayotgani va u shaxsning shu tufayli ishsiz qolganini davlat bilmaydi. Bu nafaqa bolaning o'ziga emas, balki uni parvarish qilayotgan shaxsga beriladi. Real hayotiy misol. Samarqand viloyatida yashovchi Dilfuz ismli ayolning 10 yoshli o'g'li tug'ma nogironligi bor. Bola nogironlik pensiyasi oladi. Dilfuza o'g'lini parvarish qilish uchun ishga chiqa olmaydi. Uning eri minimal ish haqi oladi. Dilfuza bolasiga pensiya chiqishini bilar edi, lekin uni parvarish qilgani uchun o'ziga ham alohida nafaqa berilishini bilmaydi. Yoki balki biladi, ammo ariza berishning murakkabligidan cho'chiydi. Natijada u har oyda o'ziga tegishli bo'lgan, masalan, eng kam oylik ish haqining 75% miqdoridagi taxminan 800-900 ming so'm nafaqani ola olmayapti. Bir yilda bu 9,9 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan mablag' demakdir. Bu pul bolaning maxsus ehtiyojlariga, dori-darmonlarga, reabilitatsiya xarajatlariga juda katta yordam bo'ladi. Ammo arizasiz bu pul Dilfuza oilasining yonidan o'tib ketadi. Ayrim kasalliklar bilan ro'yxatga olingan shaxslarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar. Kim xavotir olishi kerak? O'tkir va surunkali kasalliklarning ayrim turlari, masalan, sil onkologik kasalliklar, OITS, diabetning ba'zi turlari bilan dispanser nazoratida turuvchi shaxslar. Ular dori-darmon, sanatoriy kurort davolash uchun qisman yoki to'liq kompensatsiya, ba'zida qo'shimcha moddiy yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Nima uchun ariza kerak? Sizning kasalligingiz haqidagi ma'lumotlar tibbiyot muassasalarida mavjud bo'lsa-da, bu ma'lumotlar avtomatik ravishda moliya tizimlariga yoki ijtimoiy himoya organlariga o'tkazilmaydi. Shuningdek, har bir kasallik turi uchun beriladigan imtiyozlar har xil bo'lishi mumkin va ularni olish tartibi ham farq qiladi. Davlat sizning aynan qaysi imtiyozga ehtiyojingiz borligini aniq bilmasligi mumkin. Real hayotiy misol. Qashqadaryolik 45 yoshli
maqsud doimiy ravishda yurak kasalligi bilan kurashadi va muntazam ravishda qimmatbaho dorilarni qabul qilishi kerak. U davlat poliklinikasida ro'yxatda turadi va dispanser nazoratida. Tibbiyot xodimlaridan ba'zida unga dori-darmon uchun kompensatsiya olishingiz mumkin degan eshitadi, lekin bunga jiddiy e'tibor bermaydi. U har oyda dorilarga 500 ming so'mdan ko'proq pul sarflaydi. Qonunchilikka ko'ra, uning kasalligi turiga qarab ushbu xarajatlarning ma'lum bir qismi, masalan, o'tmix etimidlar davlat tomonidan qoplanishi mumkin edi. Bu har oyda bay ehudi 2 ming so'm degani. Lekin maqsud hech qanday ariza bermaganligi sababli bir yilda ilk taksir million so'mdan 3 million so'mgacha bo'lgan pulni o'z cho'ntagidan sarflashda davom etmoqda. Ariza berib, tibbiy hujjatlarni taqdim etsa, u o'zining sog'lig'i uchun qilingan xarajatlarning bir qismini qaytarib olishi yoki dorixonalardan imtiyozli narxda dori olishi mumkin edi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning daromadingiz qonunchilikda belgilangan me'yorlardan ancha yuqori bo'lsa, davlat xizmatida rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha imtiyozlarga haqli bo'ladigan maxsus holatlaringiz bo'lmasa, ehtimol sizga bunday qo'shimcha to'lovlar tegishli emas. Ammo shuni unutmangki, har bir holat individualdir. Agar sizda biror shubha tug'ilsa, yuqoridagi misollarda ko'rsatilganidek, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan imtiyozlar haqida so'rab surishtirishga erinmang. Ba'zida biz o'zimizni boy deb hisoblasak-da kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Hech kim o'zini bu menga tegishli emas deb oldindan xulosa chiqarmasligi kerak. Har bir fuqaro o'z huquqlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishi shart. Asosiy qism 2. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar endi esa bu tizimdagi ba'zi istisnolar. E'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Bu sizga jarayonni yanada yaxshiroq tushunishga va xatolardan qochishga yordam beradi. 1. Istisnolar. Avtomatik to'lovlar qachon amalga oshiriladi? Juda kam sonli holatlarda davlat to'lovlarini avtomatik tarzda arizasiz amalga oshirishi mumkin. Masalan, ba'zi turdagi davlat mukofotlari, davlat xizmatchilariga beriladigan rag'batlantirishlar, agar ular markazlashgan tizim orqali tayinlangan bo'lsa, yoki maxsus davlat dasturlari doirasidagi bir martalik aksiyalar, masalan, qahramonlarga, faxriylarga bayram munosabati bilan. Ammo bu holatlar juda cheklangan va odatda umumiy aholiga emas, balki aniq belgilangan kichik guruhlarga tegishli bo'ladi. Odatda avtomatik degan so'zga ishonmang. Har doim tekshiring. Hatto pensiya to'lovlarida ham ba'zi qo'shimcha mablag'lar, masalan, uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha foizlar yoki faxriy unvonlar uchun avtomatik tarzda hisoblanmasligi, balki tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham sizga biror narsa tegishli deb o'ylasangiz, albatta rasmiy ma'lumot olishga harakat qiling. 2. Tuzoqlar va e'tibordan chetda qoladigan holatlar. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Bu eng keng tarqalgan muammo. Agar sizning arizangizga ilova qilingan hujjatlar to'liq bo'lmasa, ma'lumotlar eskigan bo'lsa yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, arizangiz rad etiladi. Ko'pincha odamlar ariza berishadi va keyin javob kutib o'tirishadi. Ammo rad etish sababi ko'pincha aynan hujjatlardagi kamchiliklar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lishi yoki daromad haqidagi ma'lumotnomada barcha daromad manbalari ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan davlat organlari o'zaro ma'lumot almashinuvida ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Lekin oxir-oqibat sizning vazifangiz o'z ishingizni to'g'ri rasmiylashtirishdir. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi to'lovlar uchun ariza berishning aniq muddatlari belgilangan bo'lishi mumkin. Bolalar uchun maktab oldi ta'lim uchun beriladigan bir martalik yordam odatda o'quv yili boshlanishidan oldinroq arizalar qabul qilinadi. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyingi yilgacha kutishingizga to'g'ri keladi. Qolaversa, ba'zi nafaqalar orqaga qarab hisoblanmaydi. Ya'ni siz faqat ariza bergan oydan boshlab to'lovlarni ola boshlaysiz. Agar siz 6 oy davomida ariza bermagan bo'lsangiz, bu 6 oylik to'lovni yo'qotgan hisoblanasiz. Yangi imtiyozlar haqida bilmaslik. Davlat ijtimoiy himoya choralarini doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Yangi qonunlar, qarorlar qabul qilinadi. Ular orqali yangi imtiyozlar yoki mavjudlarga qo'shimchalar kiritiladi. Agar siz bu o'zgarishlarni kuzatmasangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan yangi imkoniyatlardan bexabar qolishingiz mumkin. Masalan, so'nggi yillarda qabul qilingan temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi tizimlar doirasida ham bir qator imtiyozlar va moddiy yordamlar joriy etildi.
lekin ular ham ariza asosida beriladi. Oldingi arizani yangilab turmaslik. Ba'zi nafaqalar va imtiyozlar ma'lum bir muddatga, masalan 6 oy yoki 1 yilga beriladi. Bu muddat tugagandan so'ng siz qayta ariza berishingiz kerak. Agar siz buni unutib qo'ysangiz, to'lovlar to'xtatiladi. Ko'pchilik bir marta berdim-ku deb o'ylaydi. Ammo vaziyatlar o'zgargani yoki takroriy tasdiqlash zarurligi sababli bu shart. Noaniq nuanslar, orqaga qarab to'lovlar. Ba'zi holatlarda agar siz imtiyozga haqli bo'lganingizni kech bilsangiz, ba'zi to'lovlar o'tgan davr uchun ham to'lanishi mumkin. Ammo bu hamma to'lovlarga ham tegishli emas va odatda maksimal 6 oylik muddat bilan cheklanadi. Bu holatni aniqlash uchun tegishli organga murojaat qilib, aniq holatingizni tushuntirishingiz kerak. To'lovlarning davomiyligi va qayta ariza berish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'plab nafaqalar va imtiyozlar muntazam ravishda qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Sizga qachon qayta ariza berish kerakligi haqida ma'lumotni olish uchun arizangizni qabul qilgan tashkilotdan so'rab oling yoki eslatma qoldiradigan joyga yozib qo'ying. Elektron ariza berishning afzalliklari. Hozirgi kunda My.gov, Uz portali orqali ko'plab xizmatlar, jumladan ijtimoiy nafaqalar uchun ariza berish imkoniyati mavjud. Bu qulay, vaqtni tejaydi va arizaning statusini onlayn kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, qog'ozbozlikdan qutulasiz. Biroq bu tizimda ham aniq va to'g'ri ma'lumot kiritish, barcha kerakli hujjatlarni elektron shaklda yuklash juda muhimdir. Elektron ariza berish jarayonini yaxshilab o'rganing. Mintaqaviy farqlar. Ba'zi imtiyozlar yoki yordam turlari mahalliy hokimiyat organlari, viloyat, tuman hokimliklari, mahalla fuqarolar yig'inlari tashabbusi bilan yoki mahalliy byudjet hisobidan berilishi mumkin. Bunday imtiyozlar haqida ma'lumotni o'zingiz yashaydigan hududdagi tegishli organlardan bilib olishingiz zarur. Ushbu nuanslarni bilish sizni ko'plab keraksiz sarsongarchiliklardan va eng muhimi, o'zingizga tegishli bo'lgan pul mablag'larini yo'qotishdan saqlaydi. Davlat xizmatlari tizimi takomillashib borayotganini inobatga olib, siz ham o'z bilimlaringizni doimiy ravishda yangilab borishingiz kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar demak, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilishim kerak degan savolga aniq javoblar. Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bir qadam ma'lumot to'plash. Kimdan so'rash kerak? Mahalla fuqarolar yig'inlari MFV. Eng avvalo o'zingiz yashayotgan mahalladagi MFC'ga murojaat qiling. Ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassislar, mahalla raisining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha mutaxassis sizga mahalla va respublika miqyosidagi ko'plab imtiyozlar haqida dastlabki ma'lumotlarni bera oladi. Ular sizni qaysi hujjatlar kerakligi va qayerga murojaat qilish kerakligi haqida yo'naltiradi. Asosiy davlat xizmatlari markazlari, DXM barcha turdagi davlat xizmatlari. Shu jumladan ijtimoiy himoya bilan bog'liq arizalar aynan DXM orqali qabul qilinadi. U yerda mutaxassislar sizga mavjud imtiyozlar ro'yxatini taqdim etishi, sizning vaziyatingizga qarab qaysi biriga haqli bo'lishingizni aniqlashda yordam berishi mumkin. Asosiy pensiya jamg'armasi bo'limlari. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz yoki nogironlik bilan bog'liq to'lovlar haqida ma'lumot qidirayotgan bo'lsangiz, bevosita pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlariga murojaat qiling. Rasmiy veb-saytlar va portallar. My.gov Uz portali. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-sayti Ishimiz. Moliya vazirligining saytlari bu yerda siz qonun hujjatlari, tartiblar va mavjud imtiyozlar haqida to'liq ma'lumot topishingiz mumkin. Ishonch telefonlari, hotline, Ijtimoiy himoya agentligi yoki xalq qabulxonalari qo'shidagi ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Nimalarni aniqlash kerak? Aynan sizning vaziyatingizga mos keladigan qaysi to'lovlar mavjud? Bu to'lovlarni olish uchun kimlar haqli? Eligibility kriteriya. Arizani qayerga va qanday shaklda berish kerak? Qaysi hujjatlar to'plami kerak? Ariza berish muddati va to'lovlarning davomiyligi. 2 qadam huquqingizni dastlabki baholash. Ma'lumotlarni to'plaganingizdan so'ng o'zingizning oilaviy va moliyaviy vaziyatingizni siz aniqlagan imtiyozlarning mezonlari bilan solishtiring. Ashq daromad oilaning umumiy daromadi har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromad miqdori. Ashq oila tarkibi, qancha farzand? Yoshlar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar bor. Maxsus holatlar, nogironlik, surunkali kasalliklar, yolg'iz onalik, o'quvchisini yo'qotganlik va hokazo. Agar siz mezonlarga mos kelsangiz, keyingi qadamga o'ting.
Agar shubhangiz bo'lsa, baribir ariza berishga harakat qiling. Chunki mutaxassislar sizning huquqingizni aniqroq baholab bera oladi. 3 qadam hujjatlarni tayyorlash. Bu eng muhim bosqichlardan biri. Hujjatlar to'liq va tartibli bo'lishi shart. Umumiy talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati, bu faqat umumiy ro'yxat. Sizning holatingizga qarab qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport, asli va nusxasi. Ariza beruvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat. Tug'ilish to'g'risidagi guvohnomalar, asli va nusxasi, oilaning voyaga yetmagan a'zolari uchun. Nikoh yoki nikohning bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, asli va nusxasi. Oilaviy holatni tasdiqlaydi. Oilaning tarkibi va daromadlari haqida ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'inidan ko'pincha tizimlar o'zaro integratsiyalashganligi sababli bu ma'lumotni olish soddalashgan bo'lishi mumkin. Ammo baribir so'rab oling. Agar rasmiy ish joyingiz bo'lsa, ish joyidan maosh haqida ma'lumotnoma. Bank hisob raqami rekvizitlari, plastik karta raqami, to'lovlar tushadigan hisob raqami, Xalq bankining kartasi afzalroq. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik to'g'risidagi guvohnoma tegishli holatlarda. Tibbiy ma'lumotnomalar, agar kasalliklar bilan bog'liq imtiyozlar uchun ariza berilayotgan bo'lsa, dispanser nazoratida turganlik kasallik tarixi. Uy joyga egalik huquqi yoki ijara shartnomasi hujjatlari, ba'zi uy joy bilan bog'liq subsidiyalar uchun temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilganlik to'g'risidagi tasdiqlovchi hujjat. Agar mavjud bo'lsa, muhim eslatma. Har doim hujjatlarning asl nusxalari bilan birga bir nechta nusxalarini ham olib boring. Ba'zida asl nusxalar ko'rib chiqish uchun talab qilinishi mumkin. Nusxalari esa faylga ilova qilinadi. 4 qadam arizani topshirish. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bugungi kunda aksariyat ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar uchun arizalar DXM orqali qabul qilinadi. Bu eng ishonchli va markazlashgan yo'l. Mayetkov.uz portali. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lsa va kompyuterdan foydalanishni bilsangiz, ko'plab arizalarni Mayetkov.uz orqali onlayn topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor. Portalda ijtimoiy himoya bo'limini toping va tegishli xizmatni tanlang. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ba'zi ijtimoiy yordam turlari, masalan, mahalliy byudjetdan ajratiladigan bir martalik yordamlar hali ham MF orqali rasmiylashtirilishi mumkin. Ammo buni albatta oldindan aniqlashtiring. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Faqatgina pensiya va nogironlik pensiyasi bilan bog'liq masalalarda bevosita pensiya jamg'armasiga murojaat qilish mumkin. Qanday yozish kerak? DXM yoki Mayetkov.uz orqali ariza berganingizda, odatda standart blankalar mavjud bo'ladi. Siz ularni to'ldirasiz. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri va xatosiz kiriting. Telefon raqamingiz, manzilgo'yingiz aniq bo'lsin. Ariza berganingizda uning qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki tasdiqnomani DXM dan qog'oz shaklida, Mayetkov.uzdan elektron shaklda olishni unutmang. Unda arizangizning ro'yxat raqami va qabul qilingan sana ko'rsatilgan bo'ladi. Bu sizga arizangizning statusini kuzatish uchun kerak bo'ladi. 5 qadam jarayonni kuzatish va nazorat qilish. Ariza berganingizdan so'ng shunchaki kutib o'tirmang. Ariza holatini tekshirish. DXMdan olgan kvitansiyadagi raqam orqali siz Mayetkov.uz saytida yoki DXMga qo'ng'iroq qilib arizangizning ko'rib chiqish holatini tekshirishingiz mumkin. Muddati. Har bir xizmat uchun ma'lum bir ko'rib chiqish muddati belgilangan. Masalan, 15 kun, 20 kun. Agar bu muddatdan oshib ketsa va sizga javob kelmasa, choralar ko'ring. Rad javobi kelganida. Agar sizga arizangiz rad etilganligi haqida javob kelsa, rad etish sababini aniq tushunib oling. Bu hujjatlardagi kamchiliklar mezonlarga mos kelmaslik yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Agar sababni bartarafda olsangiz, masalan, noto'g'ri hujjatni to'g'rilash, hujjatlarni qayta tayyorlab, yangi ariza bilan murojaat qiling. Apellyatsiya. Agar siz rad javobidan norozi bo'lsangiz va o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Xalq qabulxonasiga, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga shikoyat qilish huquqingiz bor. Aziz do'stlar, esda tuting, davlat yordami bu sizning huquqingizdir. Lekin bu huquqdan foydalanish uchun sizning o'zingizdan ham harakat talab etiladi. Ariza berishdan erinmang. Axir gap sizning va oilangizning moddiy ahvoli haqida ketmoqda. Xulosa va yakuniy chorlov demak. Bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Ariza bermasdan qo'shimcha to'lovlarni ololmaslik. Umid qilamanki,
men keltirgan misollar va ammaliy maslahatlar siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Siz nafaqat o'zingiz uchun, balki atrofdagilar, qo'shnilar, qarindoshlar, keksa ota-onangiz yoki nogironligi bo'lgan tanishlaringiz uchun ham bu ma'lumotni tarqatishingiz mumkin. Balki ular ham bilishmayotgandir. Birgina sizning ogohlantirishingiz kimningdir hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Unutmang, davlat har doim o'z fuqarolarini qo'llab-quvvatlashga intiladi. Ammo bu yordamning sizga yetib borishi uchun sizning faolligingiz, o'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish qobiliyatingiz juda muhimdir. Bugungi videomiz haqida qanday fikrdasiz? Siz qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar olish uchun ariza berishda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Yoki aksincha osonlik bilan olganmisiz? O'z tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz boshqa tomoshabinlar uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, yangi videolarni o'tkazib yubormang. Chunki biz faqatgina sizning farovonligingizga xizmat qiladigan eng foydali va dolzarb ma'lumotlarni berishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo o'z huquqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha